Assalomu alaykum. Klub mayın obunachilari. Bugun 2-oktyabr. Mana Xudo xolasa qulplarni ekib oldik. Telefon qilishim boisi kechagina kommentarda o'qib qoldim. Kakosni yesisini qanaqa tushirish kerak, uni ham batafsil aytib o'ting degan ekan. Shunga bir ma'lumot bermoqchi bo'lib video qilyapman sizlarga. Bu kakosni preslangan holatda bo'ladi. Buni olib kelib uyda, buni to'ylarga solinadi, to'ylarga. Solingandan keyin har kim har xil uslublarda yuviladi, yuvishadi. Biz misol uchun o'tganli ham bu qulplarimizni ham xuddi shunday qilib to'ylar terib, kapinishlarni tashab turib, suvni oqizib olganmiz, suv berganmiz. Xuddi bunday qilib hozir ko'rsataman sizlarga. Nimaga bu nima qilib yuviladi sababini. Mana ko'rgan bo'lsangiz, suv ichiga chiqgan suv sariq oqyapti, sariq suv oqyapti. Buni yesisi yangi olib kelib qo'yilgan mahalda 5000 6000 ga chiqib ketadi. Bu qulpaga ziyon, tomirga ziyon keltirib qo'yadi qulpayda. Shuning buni yuvib turib, yesisini tushirilsa, mana biz kechagina yuvdik, 650 ga tushirdik. 1000 emas, 650 ga tushirdik. Bunday qilgan 06 ga tushirdik. Shuni hisobida keyin buni yuvganda qulpni ham qiynalmaydi, stressga tushmaydi. Sariq suvlar chiqib ketadi. Kakosda o'zi sariq suvlar bo'ladi. Keyin shunasi tozalangandan keyin oziqlarni keyin 1-2 kun suv bergandan keyin oziqlar berishni boshlasa bo'laveradi. Ko'chat holatiga qarab oldin qanaqa qilish kerak? Birinchi o'chida stressga qarshi ishlash kerak. Stressga qarshi qanaqa qilib? Dorilar, stressga qarshi dorilar. Endi tashqari tomirdan mana bir yil og'zi olib kelib video qilyapman bir yo'la. Pervikr enerji sho'lari shuni berib turib, mana shu joyimizga 100 gram ketadi, 150 gram grubi ketadi. Mana shu joyimizga kapina beramiz ularni. Buni foydasi tomirda chirishni, stresslarni oldini oladigan narsa shu narsa. Pervikr enerji. Shuni biz qo'llab boramiz. Bu nihoyatda shu bitta hamma tomonlama shu ozmas tomirga zarar keltiradigan narsalarni ham chirishni oldini oladi deganimga aytganda, chirishni oldini oladi, sodda qilib aytganda. Undan tashqari bargidan aytib o'tganimdek, izobion bersak, izobioni bor modda bilan ishlansa ham shu stressga qarshi ishlasa ham bo'ladi bargidan ham. Sababi hozir buni ekkanda baylar yulindi, eski baylar yulindi, yaxshi baylar yulinib olib tashlaganda ko'chat ba'zi stressga tushadi, ekilganda mana misol uchun. Shuning uchun stress albatta stressga berish shart. Ana undan keyin 2-3 kundan keyin mana biz hozir bas, 2-3 kundan keyin hozir oddiy suv bilan yuvilyapti hozir. Nay tomoni yuvilib bo'ldi, bu tomon birga qo'shib hammasi bitta qilib yuvayapmiz. Xudo xolasa Xudo xolasa keyin ag'ini dashi oziqalar bilan berishni boshlayveramiz. Bu yerda suv oqyapti kabinada. Bu kabinada oqizgandan keyin hamma yo'q yuvib ketadi. Kakoslarimizgacha. Shu savolga tushungan bo'lsa, shu odam kommentarda yozgan odam yaxshi bilim kim undan tashqari kim bo'lsa ham bilimga ega bo'lsa, hamma uchun yaxshi bir narsa. Kimda buni bilmaydi, buni olib kelsa to'yga solib yuvmaydi, ekib qo'yadi, keyin o'sha ko'chat qiynaladi keyin. Shu ma'lumotni berib o'tmoqchidim bir yo'la. Yaxshi bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu ma'lumot yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, yumlat qo'yinglar. Yana ham sizlar like qancha ko'p bosganlaring sari biz o'shancha ma'lumotlarni yana qiziqib berib boraveramiz. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa videolar davomida qulpalarim pishayotgan, gullayotgan jarayonlargacha ko'rsatamiz, xudo xolasa inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.